Uni uchratishimdan oldin tahajjud namozimda juftimni uchratib Allohga fido qilardim. Oradan oylar o'tib uni uchratganimda har bitta kunimga Allohimga shukr etardim. Allohim har bitta bandasini duosini qabul qilar ekan, gohida olib qo'yar ekan yaxshiligiga, gohida haqiqiy baxtga erishish uchun ayriliq orqali erishtirar ekan. Lekin bitta dengizga ikki marta kirib bo'lmaydi, bir marta yo'qolgan sevgi boshqa qaytib topilmaydi. Topiladi, unga o'xshashi eslatadi, lekin o'sha o'xshashingga boshqasi kerak bo'ladi. Shunaqa insonlarimiz yo'qotganda qadrlimiz, muhabbati borida qadriga yetmaymiz. Ana endi o'ylagin, qani kimda ayb ekan, boylik uchun o'zligidan kechgan o'sha arzonsan. San uni uydasan, ko'chada sovuq qish, san o'ylab bo'g'zimga yig'i nafasim tiqilardi. Yuragimda minglab tomirlarim uzilardi, soniyada ming yo'lib ming marta tirilardim. Shunda ham san suqqani tinmasdan o'ylar edim. O'zimni oldimda senga opravdaniya qidirardim. Erkak kishi yig'lamaydi, lekin ko'nglim og'rigandi. Shunchaki bir savol, nega ketding meni o'ldirib? O'sha kunlarni eslasam badanim muzlaydi, nafasim birdaniga orqaga tortadi. Nochora tushkunida o'shanda meni ahvolim yaxshi ham bo'lmagandek, meni jufti halolim. Telefoningda esa san qilgan qilmishlaring birma-bir fosh bo'lib bekkan qing'ir ishlaring. Yonadi qalbimda san bilan qilgan orzular, san kabi endi menga begona ular. Albatta kuni kelib sana meni sog'inasan, men kabi izlagandek sana meni izlaysan. Hozircha kulasan, sayt ekan kuylasa, bir kuni men kabi suratimga qarab ovunasa. O'zingni oqlab doim ayblarding meni, o'ylanib qolardim o'zi xohlaydi nimani. Oradan vaqt o'tib ayon bo'ldi-ku bari, xiyonatli hazil ekan san suddaga o'yinmanmi? Oldingi jisayt qaytdi, lekin uni ko'nglini kim qaytarib berar ekan? Oldin aytganimdek, menda yo'q hasad, menda yo'q havas. Men shunchaki o'zimni hayotimni kuylash uchun ijoddiman.